Assalomu alaykum, Migratsiya O'zbekiston ijtimoiy tarmoq obunachilari. Bugun sizga Angliya mamlakati va ushbu mamlakatga 2030-yilgacha migratsiya sohasi qishloq xo'jaliklarida qanday yangiliklar bo'lishi, ro'yxatdan o'tish qachon va qayerda bo'lishi haqida, ro'yxatdan o'tish turlari, o'zingiz mustaqil ravishda migratsiya agentligi balki xususiy bandlik agentliklari orqali qanday o'tish hamda ular bilan bog'langanda qancha xarajat ketishi kerakligini video davomida to'liq aytib o'tishga harakat qilaman. Unday bo'lsa boshladim. Ushbu mamlakatga siz ishga borish uchun 20 yoshdan 45 yoshgacha bo'lishingiz kerak, rus yoki ingliz tilini muloqot darajasida bilishingiz kerak. Ana endi qanday dokumentlar kerak bo'lishi haqida, ro'yxatdan o'tish qachon va qayerda bo'lishi haqida aytib o'taman. Siz ro'yxatdan o'tmoqchimisiz? Bizning Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Mana shu yerda migratsiya agentligi, xususiy bandlik agentliklari qachon ro'yxatdan o'tish ishlarini boshlasa, mana shu havoladan birinchi ro'yxatdan o'tishingiz mumkin va birinchi bo'lib xabar topishingiz mumkin bo'ladi. Agarda o'zingiz mustaqil ravishda ishga ketmoqchi bo'lsangiz, hozir xarajatlari, harakatlarni to'liq aytib o'taman va kommentariyada ismingiz, yoshingiz, qaysi chet el mamlakatidasiz, rus tili yoki ingliz tilini bilasiz, mana shuni yozib qoldirsangiz, har bitta yozgan kommentariyada Angliyaga ishga borish uchun 5 ta rasmiy migratsiya sayti havolasi bor. Mana shulardan ikkitasini tashlab beraman. Har bir yozgan kommentariyaga tashlab beraman. Xo'p, qolganlar esa Migratsiya O'zbekiston Telegram kanalimizdan olishingiz mumkin 3 ta havolani. Ushbu mamlakatga ketish xarajatlari, o'zingiz mustaqil ravishda bormoqchimisiz? Deylik, sizdan ketishi mumkin 1200-1300 dollar. Albatta avia chiptasini sotib olasiz. Xarajatlaringiz, vizangizga, hujjatlaringizga ketadigan xarajat 1200-1300 dollar. Migratsiya agentligi tomonidan bo'ladigan bo'lsa, xuddi mana shu xarajatga, hujjatlarga faqat qaytib kelish avia chiptasi ham qo'shiladi va 1700-1800 dollarni tashkil etadi. Orada 100-200 dollar o'ynayapti. Buni sababi avia chiptalarning ko'tarilish va tushish narxiga qarab. Siz migratsiya agentligi limitidan qolib ketgan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tish ishlaridan xususiy bandlik agentliklariga hujjat topshirsangiz bo'ladi. Bularda faqatgina firma to'lovi bor. Mana shu 1800 dollarga 500 dollar xarajat qo'shiladi firma to'lovi hisobida. Deylik, 2300-2400 dollar atrofida sarflaysiz xususiy bandlik agentligi tomonidan Angliyaga mavsumiy qishloq xo'jaligi ishlariga bormoqchi bo'lsangiz. Nima uchun Angliyadagi davlatda til talabi rus tili mavsumiy qishloq xo'jaligi ishlari bo'yicha? Sababi bu ishlarda ko'pchilik ish beruvchilar rus tilini bilishadi va bu ish beruvchilar Ukrain, Belarus, Polsha va Rossiyaliklar hisoblanadi. Shuning uchun mana shu ish beruvchilar Osiyodan rus tilini biladigan nomzodlarni taklif etadi, ular bilan suhbat qiladi, suhbatni o'tganlarni esa mavsumiy ishga taklif etadi. Angliyada bir yilda 2 marotaba mavsumiy ish bo'ladi, yozgi va qishki mavsum. Yozgi mavsumda ish o'rinlari ko'p bo'ladi, oylik maoshlar esa 1800 dan eng yuqori 2600 dollargacha bo'ladi. Qishki mavsumda ishlar kamayib ketadi, qishki mavsumda esa daromadingiz 1500 dollardan 2000-2100 dollargacha bo'lishi mumkin, eng yuqorisi. Xo'p, hozir sizga Migratsiya O'zbekiston rasmiy Telegram kanaliga qanday obuna bo'lishni ko'rsataman. Telefon orqali yozib olingan video ma'lumot. Xo'p, hozir plus Telegram, kimda Telegram bo'lsa, mana shu ilovaga kirib olish kerak. Mana shu ilovaga kirganingizdan so'ng bu yerda poisk tugmasini bosasiz, ya'ni o'zbekchada qidiruv, va mana shu yerda katta harflar bilan migratsiya deb yoziladi va bu yerda pastki chiziq O'zbekiston. Xo'p, yozganingizda O'zbekiston migratsiyasi kelib chiqadi. Mana shu Migratsiya O'zbekiston rasmiy Telegram kanalining ustiga bosganingizda bu yerda ishchi vakansiya Germaniya bo'yicha va balki Janubiy Koreya, Kanada, boshqa davlatlar bo'yicha, Birlashgan Arab Amirliklari va dunyo bo'yicha 30 ta davlatga yaqin mamlakatlar ichidan ishchi vakansiyalar taqdim etiladi. Oylik maoshlar, ketish xarajatlari hammasi to'liq aytib o'tilgan. Mana shu bu yerda qoldirilgan havola orqali onlayn ro'yxatdan o'tish havolasiga kirib, ro'yxatdan bemalol o'tishingiz mumkin bo'ladi, agarda sizga qaysidir davlatdagi bo'sh ish o'rni va vakansiya ma'qul kelsa. Albatta, yozgi mavsumda ishlar ko'p, oylik maoshlar yuqori, shanba, yakshanba kun dam olish kunlari hisoblanadi. Xo'p, ana endi bu ishlarga siz bormoqchimisiz? Qanday dokumentlar kerak bo'ladi? 4 ta majburiy hujjat, 3 ta ixtiyoriy hujjat. Majburiy dokument. Birinchisi qizil pasport, ikkinchisi
sudlanmaganlik haqida hujjat davlat xizmatlari markazidan olishingiz kerak bo'ladi. Uchinchisi, oq fonda 3x4 ko'rinishda surat va to'rtinchisi oxirgi tugatgan ta'lim turingiz bo'yicha dokument. Maktabni tugatganlar uchun attestat, kollej, litsey, universitet, institut, magistraturani tugatganlar uchun diplom so'raladi. Mana shu 4 tala hujjat majburiy. Ana endi ixtiyoriy dokumentlar esa siz rus tili, ingliz tilidan sertifikatingiz bormi, imkoniyatingizni oshirib beradi. Mana shu sertifikatni taqdim etsangiz. Agarda siz qishloq xo'jaligi yo'nalishi bo'yicha institut yoki universitetda o'qiganmisiz, mana shu diplomni ham sizning imkoniyatingizni oshirib beradi. Va keyingi o'rinda sizda ish staj bormi, mana shular ham imkoniyatingizni oshirib beradi. Va agar sog'lig'ingiz bo'yicha hujjat bering desa, tibbiyot markaziga borib sog'lig'ingizni tekshirtirasiz va xulosani qog'ozga tushirib, dokumentlar orasiga qo'shib ish beruvchiga topshirishingiz mumkin bo'ladi ro'yxatdan o'tishingiz bilan. Xo'p, ketish xarajatlarini aytib o'tdim. 6 oylik mavsumiy ishchi viza orqali ishlab kelasiz. Mana shularni ham qanday hammasini video davomida qisqa va to'liq tushuntirib berdim. Ro'yxatdan o'tish ishida qolib ketmaslik uchun o'zingiz kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Mustaqil ravishda ishga bormoqchimisiz? Kommentariyada menga havola tashlab bering deng. Men sizga havola tashlab beraman. O'zingiz mustaqil internet orqali u yerdagi oylik maoshlarni, ish turlarini bemalol ko'rishingiz mumkin. Ish beruvchining WhatsApp hamda telefon raqamlari qoldirilgan. Bemalol ular bilan rus yoki ingliz tilida suhbat qilib, sizga ish beruvchilar ishga taklifnoma yuborsa, mana shu ishga taklifnoma orqali Angliya elchixonasiga kirib, o'zingiz vizangizni olib Angliyaga uchib ketishingiz mumkin bo'ladi. Albatta, rus tili, ingliz tilini biladiganlarga bu mustaqil ravishda borishning xarajati arzon va qo'l keladi. Qisqa ma'lumot, lo'nda ma'lumot izohlarda fikringizni kutib qolaman. Sizlar bilan dunyo davlatlari migratsiyasi bo'yicha ma'lumot beruvchi Asadbek Hasanov bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Amerika Qo'shma Shtatlarida mavsumiy qishloq xo'jaligi ishlari. Xo'p, xabaringiz bo'lsa kerak, 2 haftadan buyon internet hamda ijtimoiy tarmoqlarda ana endi 2026-yildan boshlab O'zbekiston fuqarolari qishloq xo'jaligi ishlari bo'yicha mavsumiy ishchi vizasini qo'lga kiritib, Amerika Qo'shma Shtatlariga borib ishlash imkoniyatiga ega bo'ladilar degan yangilik va xabarlarga ko'zingiz tushgan yoki quloqingiz chalingan bo'lishi mumkin. Mana shu xabarlar rost va mana shu xabarlar bo'yicha sizga to'liq ma'lumotlar hamda ishga topshirish uchun talablarni boricha o'qib eshittiraman. Yaxshilab tushunib tinglashingizni so'rab qolaman. Xo'p, nima uchun Amerika Qo'shma Shtatlari aynan mavsumiy qishloq xo'jaligi ishlari bo'yicha O'zbekiston mamlakatini tanlashdi? Chunki yaqin 1 yil ichida Amerika Qo'shma Shtatlari hamda O'zbekiston siyosatchilari siyosat bo'yicha yaqinlik hamda hukumatlar o'rtasida oldi-berdi shartnomalar ko'proq bo'lganligi sababli va qolaversa mana shu yaqinlashuv ham shu qishloq xo'jaligi ishlarida mana shu shartnomani imzolashga yetarli darajada sabab bo'ldi deb o'ylayman. Siyosatdan xabari borlar, yangilikni kuzatib turganlar buni yaqqol bilishadi. Hamda yana bitta sabablardan biri O'zbekiston hukumatiga chet el mamlakatlaridan kelayotgan daromadni oshirishga sabab bo'ladi. Hamda O'zbekiston fuqarolariga Rossiya mamlakatida qilinayotgan muomala va hurmat e'tibor so'nggi paytlarda keskin tushib ketishi kuzatilgan. Shuning uchun ham O'zbekiston hukumati fuqarolarni keskin Amerika hamda Yevropa tomonlariga yo'naltirmoqda. 2026-yil kuzgi va yozgi fasllar oralig'idagi oylarda, ya'ni avgust, sentyabr, oktyabr oylarida birmuncha O'zbekiston fuqarolari Amerika Qo'shma Shtatlariga vaqtincha ishlash uchun mavsumiy ishchi vizalarini berilgan holda qishloq xo'jaligi ishlariga safarbar etiladi va mana shu fuqarolarimiz u yerda Amerika Qo'shma Shtatlari ish beruvchilariga ma'qul kelsa, qishloq xo'jaligi ishlarida o'zlarini ko'rsata olishsa, ijobiy tomonlama bu yerdagi yana bormoqchi bo'lgan O'zbekiston fuqarolarimizga kvotalarni oshishiga hamda o'rtada tuzilgan kelishuv 5 yil, 10 yil, 15 yilga xizmat qilishiga sabab bo'ladi. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlariga borish uchun hujjat topshirish ishlari boshlandi va ro'yxatdan o'ting degan havola tashlab beriladi. Bu albatta Telegram kanalimizda bo'ladi. Telegram kanalga qanday ulanishni video oxirida sizga aytib o'taman. Mavsumiy ishchi viza Angliyada oldin 6 oy edi, Amerika Qo'shma Shtatlarida esa 6 oydan 10 oygacha, ya'ni 10 oylik mavsumiy ishchi viza asosida oyiga $3,500 oylik maosh ko'rsatilgan holda siz borib ishlashingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, talablari: siz birinchi o'rinda O'zbekiston fuqarosi bo'lishingiz kerak va og'ir jinoyat bilan sudlanmagan bo'lishingiz kerak. Agar sudlangan bo'lsangiz, masalan, jinoiy ish qo'zg'atilgan bo'lsa, afsuski viza olish ehtimolingiz
viza ololmaslik ehtimolingiz 90-95% bo'lsa, viza olish ehtimolingiz 10 yoki 5% ni tashkil etadi. Bu degani sizga viza berilmasligi mumkin. Xo'p, ana endi 20 yoshdan 45 yoshgacha yosh talabi ayol va erkaklar bemalol hujjat topshirishlari mumkin. Qishloq xo'jaligidan oz bo'lsa-da xabaringiz bo'lishi kerak. Xo'p, jinoiy sudlanmagan bo'lishingiz kerak va jismonan mana shu qishloq xo'jaligi mehnatiga javob bera olishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, ana endi til talabiga keladigan bo'lsak, avvalo Amerika ingliz tilida gaplashadi va ingliz tilidan keyingi til bu ispan tili hisoblanadi. Afsuski bizda ingliz tili va rus tili, chunki Angliya mamlakatida ham rus tili bo'yicha ishga jo'natilgan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari ham rus tili taklifini berish ehtimoli katta, chunki O'zbekistonda ingliz tiliga nisbatan rus tilini biladiganlar ko'p. Ana endi kerak bo'ladigan hujjatlar ro'yxati. Birinchi o'rinda qizil pasportingiz kerak bo'ladi. 3-4 surat va jismonan sog'lomligingizni kafolatlovchi tibbiy ko'rik xulosasi. Ya'ni sizni sog'lom deb topilgan tibbiy ko'rik xulosasi. Xo'p, 4-o'rinda kerak bo'ladiki, siz oxirgi tugatgan ta'lim turingiz. Maktab attestatimi, kollej yoki litsey diplomimi, universitet yoki magistratura diplomimi, mana shu hujjat kerak bo'ladi. Mana shu hujjatlar bo'lsa, bo'ldi, siz bemalol hujjat topshirishingiz mumkin bo'ladi. Ortiqcha masalan deylik, kasbingiz ekskavatorchilik yoki boshqa qurilish sohasida ishlaysizmi, uni qizig'i yo'q. Xo'p, ana endi xarajatiga keladigan bo'lsak, taxminiy xarajat bu 2200 va 2500 ming dollar oralig'ida bo'lishi mumkin. Bu xarajat ichiga Amerika Qo'shma Shtatlariga borish va qaytish aviachiptasi ham kiradi. Chunki Amerika Qo'shma Shtatlariga borishning o'zi menimcha aviachipta narxida 950 ming dollar atrofida edi. Agarda o'zgarmagan bo'lsa, shu o'zgarish yoki o'zgarmaganligiga qarab 2000 dollardan yuqorini tashkil etadi. Endi sizga ro'yxatdan o'tish boshlanishi bilan ro'yxatdan o'tish qoldi xolos. Rossiyada bo'lsangiz ham, Qozog'istonda bo'lsangiz ham bemalol ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi. Asosiysi O'zbekiston fuqarosi bo'lishingiz kerak. Xo'p, endi mana shu sizga qiziq bo'lsa, ro'yxatdan o'tishni xohlasangiz, mana shu video kommentariyasida ism familiyangiz, hozir qaysi davlatdasiz, yoshingiz, ingliz yoki rus tilini bilasizmi yoki yo'q yozib qoldiring. Agarda ingliz tilini ham, rus tilini ham bilmaganlar bo'lsa, bizning Migratsiya O'zbekiston Telegram kanalimizda til kurslari bor, bemalol qatnashishingiz mumkin bo'ladi. Menimcha ro'yxatdan o'tish ishlari may-iyun oylarida boshlanadi. Xo'p, mana shu ma'lumotlardan iborat edi bugungi videomiz. Ko'rishguncha salomat bo'ling. Telegram kanalimizga albatta obuna bo'ling, chunki ro'yxatdan o'tish ayni Telegram kanalimizda bo'ladi. Ro'yxatdan o'tish havolasi Telegram kanaliga tashlanadi. Agarda Amerika sizga to'g'ri kelmasa, Italiya, Fransiya, Finlandiya, Shvetsiya, Kanada mamlakatlari bo'yicha qolaversa, Niderlandiya, boshqa Yevropa mamlakatlari, Yaponiya, Janubiy Koreya bo'yicha ham bemalol ish vakansiyalari bor, hujjat topshirishingiz mumkin. Ko'rishguncha salomat bo'ling. Sizlar bilan migratsiya sohasi bo'yicha ma'lumot beruvchi Asadbek Hasanov bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Agarda video ma'qul kelgan bo'lsa, o'zingizni fikringizni yozib qoldiring. Assalomu alaykum, Migratsiya O'zbekiston ijtimoiy tarmoq obunachilari. Bugun sizlarga qurilish sohasi bo'yicha 2000 dollardan 3000 dollargacha oylik maosh to'lovchi mamlakat haqida va ushbu mamlakatda qanday kasb egalariga talab kuchli, bir soatda qancha oylik maosh to'lashadi, bir kunda necha soat ishlanadi, bir oyda esa qancha oylik maosh bo'ladi. Mana shular haqida to'liq ma'lumot berishga, ushbu mamlakatga qiziqsangiz, qanday hujjatlar topshirish kerakligi va nomzodlarga bo'lgan talablar, yosh chegarasi, til bilish talabi bo'yicha qanday dokumentlar kerak bo'lishi va ushbu mamlakatga hujjat topshirganingizdan so'ng vizangiz necha yillikka berilishi va ushbu mamlakatni ish joyigacha yetib olguningizga qadar sizni hujjatlaringiz uchun, aviachipta uchun qancha xarajat ketishi haqida video davomida to'liq ma'lumot berib o'tishga harakat qilaman. Agarda sizga ushbu mamlakat va kasb yo'nalishlari yoqmasa, balki boshqa mamlakat haqida fikringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldirasiz. Balki keyingi video sizni fikringizni inobatga olgan holda bo'lishi mumkin. Ana endi ushbu mamlakat qaysiligi haqida to'liq ma'lumot berib o'taman. Siz esa video pastida yoqdi degan belgi bor. Mana shu belgini bosib, bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Xo'p, bu mamlakat Isroil. Isroilda hozir qurilish sohasi bo'yicha ishlar juda kuchli va avj olib bormoqda. Bundan 5 yil oldin aynan Samarqanddan Isroil mamlakatiga ish yo'nalishlari va ish turlari bo'yicha ishga ketishlar boshlangan. Ayniqsa bular o'sha vaqtda enagalik sohasi, qariyalarga qarash va qurilish sohalarida edi. Hozir O'zbekiston bo'ylab qurilish sohalarida ko'pchilik Isroil mamlakatiga ishga jo'nab ketishmoqda va eng kerakli
ish yo'nalishlari qurilish sohasida bu apolovkachi, armaturchi, g'isht teruvchi, payvandchi, plitka teruvchi, suvoqchi va bo'yoqchi. Xo'p, bilmaganlar uchun aytib o'taman. Apolovkachi bu apolovka o'rnatasiz, armaturachi bu armatura to'qiysiz, g'isht teruvchi bu g'isht terish, payvandchilik bu svarshilik, xo'p, suvoqchiligi bu deylik shpaklovka, suvoq bilan ishlaysiz, kafelni, klik, rotman mana shular bilan, bo'yoqchi esa emulsiya hamda kraskalar bo'yicha ishlaysiz. Xo'p, ana endi ushbu mamlakatda bir soatda eng kam oylik ish haqqini aytib o'taman. Bir soatlik ish haqqisi bu 34 shekelni tashkil etadi. Isroilning o'zini pul birligi bu shekel deyiladi. 34 shekel hozirgi kunda 12 dollarni tashkil etadi. Ya'ni siz qurilish sohasini mana shu yo'nalishida 1 soat ishlab bersangiz 12 dollar to'lashadi. Bir kunda 10 soat, 12 soatgacha ish bo'ladi. Agar 10 soat ishlasangiz 120 dollar, 12 soat ishlasangiz esa 140 dollarni tashkil etadi. Xo'p, ana endi bir kunda 12 soat, 10 soat ishlansa, bir haftada esa 6 kun ish, bir kundan dam kuni juma kuniga to'g'ri keladi. Juma kuni ishlamaysiz va dam olasiz. Xo'p, bir oyda esa mana shu kunlik ish haqqlarini faqat juma kunini ayirib tashlagan holda bir oyda qancha bo'lishini hisoblab ko'rishingiz mumkin o'zingiz oylik maoshlaringizda. Menimcha Isroilda bayramlar ko'p, ayni bayram kunlari ham ishlamaysiz va u kuni ham sizga oylik maosh yozilmaydi. Va Isroilga mana shu ish o'rinlarida hujjat topshirish uchun qanday talablarga mos kelish kerak? Bunda faqatgina erkaklar 25 yoshdan 45 yoshgacha bo'lishlari kerak, rus tilini bilishlari kerak muloqot darajasida. Xo'p, bizni Telegram kanalimizga kirsangiz, hozir ro'yxatdan o'tish ishlari boshlangan. Toshkent Yashnobod shahri monomarkazida Isroil ish beruvchilari bilan 8-9 iyun kunlari suhbat va amaliy imtihon bo'lib o'tadi. Mana shulardan xabardor bo'lib turish uchun, balki boshqa Germaniya, Angliya bo'yicha vakansiyalarga ega bo'lish uchun bizni Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Xo'p, hozir sizga Migratsiya O'zbekiston rasmiy Telegram kanaliga qanday obuna bo'lishni ko'rsataman. Telefon orqali yozib olingan video ma'lumot. Xo'p, hozir plus Telegram, kimda Telegram bo'lsa, mana shu ilovaga kirib olish kerak. Mana shu ilovaga kirganingizdan so'ng bu yerda poisk tugmasini bosasiz, ya'ni o'zbekchada qidiruv, va mana shu yerda katta harflar bilan migratsiya deb yoziladi va bu yerda pastki chiziq O'zbekiston. Xo'p, yozganingizda O'zbekiston migratsiyasi kelib chiqadi. Mana shu Migratsiya O'zbekiston rasmiy Telegram kanalining ustiga bosganingizda bu yerda ishchi vakansiya Germaniya bo'yicha va balki Janubiy Koreya, Kanada, boshqa davlatlar bo'yicha, Birlashgan Arab Amirliklari va dunyo bo'yicha 30 ta davlatga yaqin mamlakatlar ichidan ishchi vakansiyalar taqdim etiladi. Oylik maoshlar, ketish xarajatlari hammasi to'liq aytib o'tilgan. Mana shu bu yerda qoldirilgan havola orqali onlayn ro'yxatdan o'tish havolasiga kirib, ro'yxatdan bemalol o'tishingiz mumkin bo'ladi, agarda sizga qaysidir davlatdagi bo'sh ish o'rni va vakansiya ma'qul kelsa. Xo'p, suhbat bo'ladi ish beruvchilar bilan nomzodlar o'rtasida. Suhbat qanday bo'ladi? Siz mana shu aytib o'tilgan yo'nalishlari bo'yicha bordingiz Toshkentga Isroil ish beruvchilari bilan imtihondan o'tish uchun va suhbat qilish uchun. Birinchi sizga aytiladi, ya'ni siz shpaklovkachisiz yoki bo'yoqchi yoki g'isht teruvchi. Oldingizda 50 tacha g'isht va rastvor bo'ladi, suvoq. Ya'ni o'shani ish beruvchilarning ko'zini oldida suvab berishingiz kerak, g'ishtni terib berishingiz kerak bo'ladi. Shpaklovkachilar esa ko'rsatib berishlari kerak ishlardan namuna. Birinchi imtihon mana shu, ikkinchi imtihon esa rus tilidan suhbat bo'ladi. To'g'ri, Isroilning o'zini tili yevriy tili, lekin yevriy tilini o'zbekistonliklar o'rganishi bu o'zimizga umuman begona bo'lgan, hattoki bu til bo'yicha to'garak guruhlari ham juda kam. Deylik, Samarqandda borligini bilaman, boshqa viloyatlarda bormi yo'qmi bilmadim. Hattoki YouTube ijtimoiy tarmoqlarda ham bu tilni o'zbekchadan yevriychaga o'rganish uchun ko'rsatib o'tilgan to'garaklar yo'q. Shuning uchun til bo'yicha talab rus tilini tashkil etadi. Xo'p, Isroilda ko'p yevriylar bor. Isroil unaqa mamlakat deyishingiz mumkin. Isroilni 40-45% arablar tashkil etadi. Ya'ni arablar va u yerga ishga borgan chet el musofirlari. Xo'p, ana endi deylik ish beruvchi siz bilan suhbat qiladi. Suhbatga to'xtaladigan bo'lsak, xo'p, suhbatda aytiladigan va so'raladigan savollar. O'zingizni tanishtiring, rus tilida o'zingizni tanishtirasiz. Bu sohada necha yildan beri ishlayapsiz? Qaysi mamlakatlarda bo'lgansiz? Isroil haqida sizni fikringiz. Siz rus tilida sizdan so'ralgan savollarga javob berishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, ro'yxatdan o'tganlar esa
dokumentlarni topshiradi. Topshirilishi kerak bo'lgan dokumentlar bu, qarang. Qizil pasportingiz, 3x4 ko'rinishda oq fonda suratingiz kerak bo'ladi va keyingisi sudlanmaganlik haqida hujjatingiz kerak bo'ladi. Xo'p, ana endi oxirgi tugatgan ta'lim turingiz. Kimdir 11 yillik maktab bo'lsa, attestat, kollej bo'lsa, diplom, litsey, universitet, institut, magistratura bo'lsa ham diplomingizni topshirib ketishingiz kerak bo'ladi va hujjatlaringizga qo'shib testdan va imtihon va suhbatdan o'tganlar $500 to'lov qilishadi hujjatlari bilan birga. 3 oydan 6 oygacha bo'lgan vaqt oralig'ida sizga 5 yillik Izrael ishchi vizasi beriladi va ana undan keyin qolgan to'lovni qilishingiz mumkin bo'ladi va 5 yil xohlagan vaqtingiz Izraelga borib ishlab, xohlagan vaqtingiz O'zbekistonga kelib ketishingiz ham mumkin. Agarda har oy yoki har 6 oyda bir marta yoki 1 yilda bir marta kelaman deganlar uchun kelib ketish imkoniyatlari ham bor. Xo'p, ana endi ketish xarajatlarini, talablarini aytib o'tdim. Xo'p, Telegram kanalimizga a'zo bo'lsangiz, balki Isroil bo'lmasa Germaniya, Kanada, Norvegiya, Finlandiya, Shvetsiya, Niderlandiya, Daniya haqida, Avstraliya, Janubiy Koreya, Yaponiya mamlakatlari tomonidan taklif etilayotgan ish o'rinlarimiz bor. O'sha mamlakatlarga hujjat topshirishingiz mumkin bo'ladi, agarda sizga Isroil qiziq bo'lmasa. Xo'p, ana endi sizga to'liq ma'lumot aytib o'tdim deb o'ylayman. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Sizlar bilan dunyo davlatlari migratsiyasi bo'yicha ma'lumot beruvchi Asadbek Hasanov